Assalomu alaykum Sementalchi bola kanali obunachilari va chorva ishqibozlar. Mana xudo xolasa bizda Arashanga to'yxonalarimiz tayyor. Oldiga setkali qilib setkalarni yopib, derazalarga, pochkalarga ham setka qilamiz. Deb qo'zichalariga, mana bu qo'chqoriga mana yemlari tayyor. Hozir xudo xolasa qo'chqarni olib kelamiz. Akalar, buni tagiga yarim metr kovlangan, kovlanib 35 santi shibin tashladik. Shag'al, shibin shag'al bor shundan. 35 santi qum tashladik, shilqim tashladik, yana apilga tashladik. Shu darajaga keldi mana. Xudo xolasa siydigina sim ketaveradi. Yo'laklar, ventilyatorlari, tepalari panellar qildik. Chiroqlar, ventilyator ham yo'q joy-joyida. Faqat endi bu yerga qo'ylarga faqat yashab bersa bo'ldi. Hozir ko'rasizlar, xudo xolasa qo'ylarni shundoq qilamizda. Keldi qo'chqorlar. Mana bu qo'chqor. Sibatda bolasi. Suv oxirlari do'stlar. Endi suv quyamiz, hozir keldi mana. Sheverda bolasi sibat bo'ladi, sibatda bolasi mana shu bo'ladi. Hammaga rahmat. Sementalchi bola kanalini kuzatinglar, obuna bo'linglar, like bosinglar. Obuna bo'lmasa ko'rmaydi akalar. Hali ko'p yangiliklarda sizlar bilan baham ko'ramiz. Qo'ylardan bo'yi bemalol yetdi. Aka, nechi bo'ldi balandligi? Oxirda oldi. 30 mi?